Hammalarga assalomu alaykum. Sizlardan yordam so'rab murojaat qilganman do'stlar. Bundan bir necha minut oldin, ya'ni onamning oshqozonidagi yara yorilib ketgan. Shuning uchun men hozir shifoxonaga ketyapman. Afsuski oldindan davolanib kelayotgandilar, lekin operatsiya qildirmagani sababli oshqozondagi yara yorilib ketgan. Shuning uchun yordam so'rab murojaat qilganman do'stlar. Qo'lingizdan kelgancha iltimos yordam beringlar. Va videoni maksimalni tarqatib, iltimos qo'lingizdan kelgancha bir o'zbekni poddержка qilib yordam bersin do'stlar. Men o'ylaymanki, har bir farzand ota-onasi uchun hamma narsaga tayyor deb o'ylayman. Men ham ota-onam uchun hamma narsaga tayyorman. Agar o'zim uchun bo'lganda umuman so'ramas edim do'stlar. Hozir oyligimni ham ola olmayman, sababi 2 oyligini oldindan olib qo'yganman. Shuning uchun hozir onam operatsiya olib ketishdi, tez yordam bilan operatsiya qilish kerak ekan. Mana hozir men cho'ntagimda bir so'm pulim ham yo'qligi uchun yo'lda peshkom ketyapman. Shuning uchun iltimos do'stlar, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar iltimos. Do'stlar, sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Axir o'zbek poddержка qilish kerak do'stlar. 10 ming so'm bo'lsa ham hatto men uchun hozir katta yordam. Chunki bir so'm pulim ham yo'q. Hozir doktorxonaga borsam ham bir dunyo dori yozib beradi. Endi onam uchun hamma narsaga tayyorligim uchun sizlarga video murojaat qilib chiqyapman. Boshqa ilojim ham qolmadi do'stlar. Sababi kredit ham ola olmayman. Kredit olib ham davolatganman. Men shuning uchun hozir sizlardan yordam so'rayapman do'stlar.